Forumda xorijlik investorlar bilan muhim kelishuvlarga ham erishilmoqda. Ayni shu yo'nalishdagi yangilik e'tiboringiz markazida. 5-Toshkent xalqaro investitsiya forumi O'zbekiston texnologik metallar kombinati uchun ham yangi hamkorlik va investitsiya imkoniyatlari maydoniga aylandi. Forum ishtirokchilariga kombinatning kritik minerallar bo'yicha istiqbolli loyihalari, kelajak metallari texnoparki, RDP Park hamda Mine Metal Market moduli asosidagi integratsiyalashgan qiymat zanjiri taqdim etildi. Biz o'zimizning amalga oshirayotgan molibden Wolfram klasterimiz, Iskon loyihamiz hamda Texnopark ekosistemamiz bilan biz ishtirok etyapmiz. Loyihamizning umumiy loyihalar invest portfoliosidagi soni 109 tadan iborat bo'lib, umumiy qiymati 4,2 milliard AQSh dollarini tashkil topadi. Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan R&D ekotizimini shakllantiryapmiz. O'zbekiston hududida tashkil topayotgan va uni qurilayotgan hozirgi kunda 3 ta texnoparkimizni ham ko'rsatyapmiz. Bu Ohangaron hamda Chirchiq shahrida hamda Samarqandning Nurobod tumanlarida bu texnoparklar bo'lardi. Texnoparklarda O'zbekiston texnologik metallar kombinati amalga oshirayotgan 109 ta loyihalarni ishga tushiramiz. Mahsulotlar sonini biz 25 ga yaqin yetkazish niyatlarimiz bor. Forumning dastlabki kunidayoq kombinat bir qator hamkorlik memorandumlarini ham imzoladi. Xususan Buyuk Britaniya, Fransiya, Turkiya hamda Singapur mamlakatlarining nufuzli bank va kompaniyalari bilan moliyalashtirish, texnologiyalar transfer va mahsulotlarni xalqaro bozorlarga chiqarish bo'yicha kelishuvlarga erishildi. We are developing a high-performance alloy production facility. We have key collaborations with. Biz yuqori samarali qotishmalarni qayta ishlashga ixtisoslashgan zamonaviy ishlab chiqarish loyihasini rivojlantirmoqdamiz. Ushbu yo'nalishda texnologik metallar kombinati bilan hamkorligimiz muhim ahamiyat kasb etadi. Hamkorimiz tomonidan muhandislik qo'llab-quvvatlovi, ishlab chiqarish maydonlari va zarur infratuzilma taqdim etilmoqda. Biz esa ilg'or texnologiyalar va xalqaro tajribani olib kiryapmiz. O'zbekistonning eng katta ustunliklaridan biri bu mamlakatning boy sanoat merosi va malakali muhandislik maktabidir. Bugungi kunda g'arb bozorlari va xalqaro investorlar O'zbekistonga Markaziy Osiyodagi ishonchli va istiqbolli hamkor sifatida katta qiziqish bildirmoqda. Bugun texnologik metallar kombinati bilan memorandum imzoladik. Bu kelgusidagi uzoq muddatli va o'zaro manfaatli hamkorligimiz uchun muhim qadam bo'ldi. 5-Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida erishilayotgan bunday kelishuvlar mamlakatimizga investitsiyalar oqimini ko'paytirish, yangi texnologiyalarni jalb qilish va sanoatning eksport salohiyatini oshirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatli. O'zbekiston texnologik metallar kombinati esa bu jarayonda xalqaro hamkorlikni kengaytirayotgan yetakchi korxonalardan biri sifatida e'tibor markazida bo'lib turibdi. Fakt 24 ni mana shu yangiliklar bilan yakunlaymiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizdan uzoqlashmang.